Assalomu alaykum barchaga. Bugun darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda radicals, ya'ni ildiz mavzusini ko'rib o'tamiz. Bunda o'sha kitobimizda berilgan misollarni yechimini ko'rib, tahlil qilib chiqamiz. Bu 3-mashqqa to'g'ri keladi. Bunda aytyapti: Simplify the radicals or solve for x. O'sha ildizni soddalashtiring va yechim, ya'ni x ni toping. Qani boshladik. Birinchisida ildiz osti 12. Bunda qani qaysi biri to'g'ri keladi o'ylab olsak, 4/3. Oddiy uni, ya'ni bitta shortslar qismida chiqaramiz. Ya'ni tubki paytovchilarga ajratish mavzusini va o'sha yerga kirib, o'sha tubki paytovchilarga qanday ajratiladi o'shandan ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha tubki paytovchilarga ajratish qoidasi bo'yicha yechiladi. Xoh bu yerda 1000 bo'lsin, xoh ildiz ostida 300 bo'lsin, o'sha orqali topiladi. Ildiz chiqishi yoki chiqmasligi va ana bunday soddaroq ko'rinishlari ham topsa bo'ladi. Men oson bo'lgani uchun shunday hisoblab yozib ketdim. 4/3 bo'ladi. 4 dan 2 chiqadi. 2 ildiz osti 3. Bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu yerga to'liq yozib o'tirganim yo'q. 2 ning kubi ko'paygan 2 ning kvadrati. Bunda 2 ning 4-chisi va 2/3 6. 2 ning 4-chisidan 2 ning kvadrati chiqadi ildizdan va 2 ning kvadrati 4 ga teng. Shuning uchun 4 ildiz osti 6 bo'ldi. Keyingi savolimizda ham xuddi shunaqa. 9/5 45 ni hosil qiladi va 9 dan 3 chiqadi ildizdan va 3 ildiz osti 5. Va keyingisida ildiz osti 18 teng ildiz osti 9/2 ga. 9 dan nima chiqadi? 3 chiqadi. 3 ildiz osti 2. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Xo'p, 6-savolimizda ham bu ildiz osti 32. Bu osonroq o'zi. 2 ning nechinchi darajasi 32 bo'ladi deb savol bersak to'g'ri bo'ladi. Eshiting. 2 ning 2-chi, ya'ni kvadrati 4 ga teng. 2 ning kubi 8 ga. 2 ning 4-chisi 16 ga teng. 2 ning 5-chisi 32 ga teng. Mana 32 ga teng ekan. 2 ning 4-chisi ko'paygan 2. Bundan 2 ning kvadrati chiqadi ildizdan va 4 ildiz osti 2. Keyingi savolimizda bunda noma'lum x ni topishimiz kerak. Mana bu yerdagi buni o'zi qoidasi bor va shu qoidaga tushadi. Ikkala tomonni ham kvadratga ko'tarib yuboramiz. Kvadratga faqat agar mana bu yerda kub bo'lsa edi, misolimizni ikkala tomonni ham kubga ko'tarib yuboramiz. Hozir bu yerda kvadrat ildizda to'xtagani uchun hammasini kvadratga ko'taramiz. Bularni ham to'liq hammasini. Xo'p, kvadratga ko'tarsak bu 5 ning kvadrati bo'ladi. Ildiz osti 2 ning kvadrati o'ziga teng, ya'ni ildiz ostidagi son 2 ga. Chunki mana shu yerda, ya'ni bu kvadrat ildizida 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 25 ko'paygan 2 teng x. Buni ham tushundik. Ya'ni bu yerda 2 bor deb o'ylaymiz. 2 ning 2 yozilmaydi-da, to'g'risi, yozilmaydi. O'shaning uchun ba'zi paytda adashishlar bo'lib qoladi. Lekin adashmaymiz. Bu yerda o'zi ildiz belgisi kvadrat degani. Shuning uchun bu bilan bu qisqarib ketadi va x ning o'zi qoladi. Teng x teng 50. 25/2. Xo'p, keyingi savolimizda ham kvadratga ko'taramiz ikkala tarafni ham. 9x teng 45, x teng 5. Keyingi 9-savolimizda bunda ham xuddi shunaqa ekan. Ikkala tomonda ham ildiz qatnashgan va ularning ikkalasini ham kvadratga ko'taramiz. X teng 2. Xo'p, 10-savolimizda 4 ildiz osti 6 teng 2 ildiz osti 3x. Buni ham kvadratga ko'tarishdan avval diqqat bilan e'tibor bering. Mana bu yerda 4, bu yerda 2. Bularni qisqartirish ilojisi bor, chunki ildiz ostida emas. Buni qisqartirsak 2 ga qisqartiramiz.
Xo'p, buni 2ga qisqartirsak 2 qoladi, bunda 1 qoladi va 2 ildiz osti 6 teng ildiz osti 3x va buni keyin kvadratga ko'taramiz va shundan so'ng x teng 8. 12-chi savolimizda ham x ildiz osti x ning teng ildiz osti 216. Buni ham kvadratga ko'tarish oson usuli shu va buni hisoblab chiqamiz. X ning kvadrati x teng 216. Bu x ning kubi bo'ladi, chunki mana shu o'rtada ko'paytirish bor-da. Shuning uchun 2 + 1 3. X ning kubi teng 216, x ning kubi teng, ya'ni buni o'ylaymiz. 6 karra 6, 3 ta 6 ni ko'paytirsak 216 ga teng bo'ladi va javobimiz x teng 6. 216 dan ko'pincha darajali ildiz chiqarishimiz kerak. Bunda x teng 6. Bu yerda ko'rib turganingizdek 10-savol bor va 12-savol, 11-savol qolib ketgan. Bu ham xuddi mana shunday usulda bajariladi. Shuning uchun yozib o'tirmadim. O'zingiz mustaqil ishlab olasiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha bay bay.